Qo'lni pastga qo'yib, salto otib o'tib ketasan. Ko'rdingmi? Ketiga endi. Ha. Voy, malades. Ana, shu bola ham zo'r ekan. Ana. O's, ana ketdi. Voy, bu ishchi bu masxara asosib qovurg'asini sindirasan. Qani ketdi keyingisi, qani. Voy, iplar ya, o'zingni ko'tarolmaysan sen bola. Ha, ko'tar. Yugur Zara'dan yugur ha. Yugur. Oh, rahmat. O'zing bir bitta bo'lsa ham chamadonni yog'ir ekan ha. Voy malades, qani ketdi keyingisi. Voy, qani ketdi. Ya, masxaroz haqiqatan bu bola seni asabingga o'ynayapti. Yo'q, ukam gapirdi. Ha, nima dedi? Ishlanaymi? Yo'q, akangning qorni boshlaydi. Ha? Bor, imiz keling. Ovqat yeb kelgandir, qorni to'qdir ya. Shu bolalarga masxarozga bitta chiroyli qarsagiylari bilan, ha? Xo'p. Sizlar nima baqa o'tirib oldinglar? To'g'ri. Joy-joyingga o'tir. Sizlarning xizmatingizda kulgili ustasi masxarozli o'ylarda Jahongirjon qiziq. Bitta chiroyli qarsagiylari bilan, ha? Xo'p, rahmat. Aslar kulgu yaxshi narsa ekan, o'yin davomida masxarovozli o'yinlarini, kulgili o'yinlarini ko'rib borasizlar. Bugun sizlar uchun oxirgi kun xayrlashuv tomoshalari bo'lib boradi. Endi azizlar, o'yinlarimiz navbatini sizlarning xizmatingizda yoshlari 25 yoshda Hind yoga o'yinlarida Elbektor bidalar sigiylari bilan qani. Hey! Aslan polvon yigit bugun sizlar uchun jonidan kechib tomoshalarini ko'rsatadi. O'yinlarining boshini sindirilgan, maydalangan shishalar ustida hamda ko'rib borasizlar. Mana bugun ham 4 ta butilkalarni sindirib maydalab qo'shib yuborishsin. O'yinlarimiz halol bo'lish uchun. Yana 2 ta olib chiqing bo'lsa, qani keting endi. Aroq butilka so'raganlik karotkasi bilan olib kelib berishdi. Borlariga shukr. Ko'ring, tomosha qiling. Mana shu yerda 6 ta butilkalarni sindirib, maydalab qo'shib yuborsin. O'yinlarimiz halol bo'lish uchun. Qani? Voy! Endi azizlar, ko'pchilik o'ylaydi bu shishalar kesadi yoki kesmaydi deb. Lekin azizlar har kuni qilib yurgan bolani badanni uncha kesmaydi. Kecha ko'rdinglar, mana shu yerda Jahongirjonni o'zi o'ynaganda, o'zi bir hafta, 10 kun, 1 oyda bir yo 2 oyda bir shisha parchasida o'ynaydi. Endi ko'rib borasizlar. Sizlar uchun mana yerda 6 ta butilkalarni sindirib maydalab qo'shib yuborishdi. O'yinlarimiz halol bo'lishi uchun. Mana shu holatda e'tibor bilan tomosha qiling. O'yinlarini boshini yugurib kelib, orqa badanlarini shishaga urib o'ynab borsin. Qarsiyni ham urib choptiraveramiz. Qani? Hey, qani? Ketiga nukassa. Vo! Ye, mana shuna, qani?